Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turib turardi. Yugurib borib so'rashdi, nada? Aha, sen. Dadajon, sizga suyunchli xabar bor. Bugun ikkinchi marta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rdim. Shuni aytib bering, onajon, ishlaylar, shuni aytib bering. Shunday dada, hammamiz oq libosdamiz. Oppo dada, xuddi odamlar hali oyoq bosib yurgan yo'q. Yerga oyoq teggan yo'q. Ketilyapti. Shunday bitta odam yoniga bordim, hali odam taniganim yo'q. Biz qaytamiz deb so'rayapman, hali yig'il o'zi kelyapti. Bitta odam yoniga borib so'radimki, biz qaytamiz desam, biz jannatdamiz deyapti-da. Hali odam ichiga xursandlik sig'mas ekanda da. Oppo libosda, bitlar oppo dada. Boshlariga do'ppilar. Yurib tursak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylarini ko'rdim birinchi. Uylarini? Hali qanaqa ekan? Mana bunday eshik. Kichkina eshik. Hali eshikka Muhammad degan yozuv yozilib qo'ygan. Xuddi hozir yozib qo'yilgandek. Keyin bunday aqalga qarasa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turib turardi. Sallallohu alayhi vasallam. Yugurib borib so'rashdi, nada? So'rashdingizmi? Aha, sen. Quvonchli xabari uni. Nima dedilar keyin so'rashsiz? Ikki qo'ldan so'rashdingizmi? Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalom. Keyin dada xursandchilikdan uyg'onib ketsam. Hayotda ekanmiz-da. Kim bor ekanmiz yerda? Uchamiz. Uchamiz. Ana ko'rdingizmi? Ana kanikullar PUBG o'ynab, bemaza o'yinlarda o'ynab yurmasdan Allohning kalomini o'qidingiz, mana Xudo mukofot beribdi-da. Birga inshaalloh jannatga kiramiz. Inshaalloh o'sha jannat degan joyini eshitgandan keyin da yurak xursand ketarganda, yes, hali xursand ketasiz dada. Sallallohu alayhi vasallam ta'riflab beralasizmi yuzlab buni? Dada, dunyo bo'yicha qayerlarga borgan bo'lsam ham unaqa chiroyli yuz ko'rganim yo'q. Ta'riflarga til ishlanmaydi. O'ta chiroyli ekanlarmi? O'ta. O'zi yer yuzida o'qishidan chiroyli inson bo'lmaganda. Yana nima ko'rdingiz, aytingmi? Shunday narsa ko'rdimki, uni hali hech kimga aytganim yo'q. O'zim ham hali uni nimaligini bilganim yo'q. Qandaydir bulutga o'xshagan joy turibdi, ro'pparada. Namoz o'qigan hali bunday qiblaga o'xshagan narsa turadi-yu. O'sha yerda namoz o'qib tursak, ovoz keladi-ya. Hammamiz namoz o'qiyapmiz, oppo liboslarda. Sizga ham aytganim yo'q, dadamga ham, va kameraga ham hali aytganim yo'q. Endi ochyapman. Qandaydir ovoz keldi-ya. Nima ovoz? Azon ovozimi? Ya Alloh. Qabul deyapti-da. Kimdir qabul bo'ldi deyapti. Qabul bo'ldi. Buni o'rgatolmaydi, o'zi borini aytyapti mana. Qabul bo'ldi deyapti. Shunday namoz hamma o'tirib turib, shunday hamma atrofga qarayapti. Kim gapiryapti? Bunaqa shirin ovozda bu kim gapiryapti deb hamma til ojizda-ya. U ovozni mana sizdan, dadam, boshqa hech kim aytolmaydi. Uncha suv ovozlari chiroyli bo'lsa ham o'xshatolmaydi-ya. Qabul bo'ldi deyapti. Hali hamma atrofga qarab turgan joyda hamma assalomu alaykum va rahmatulloh deb hamma qidiryapti-da. Kim gapiryapti bunaqa chiroyli ovozdan? Shular o'rnimda-da. Qaniydi o'sha davr bo'lsa-edi. Uyg'onmay yana ko'rarsam, bizning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushga kirsalarki, bu haqiqiy tush bo'ladi. Bu shayton kirolmaydi. Ikkinchi marta ko'rdingiz-a? Oldinroq ko'rdingiz-a? Ha, oldin tezda tugab bo'ladi. Qur'oni Karimni nechinchi marta xatm qilyapsiz? 10-marta. Ko'rdingizmi? 10-marta xatm qilayotganingizda sallallohu alayhi vasallamni ikkinchi marta tushingizda ko'rdingiz. Inshaalloh Xudo xohlasa har kun ko'radigan qilib qo'yadi Xudomiz. O'zi biladi, o'zi xohlagan kuni ko'rsatadi. Hali biladigan suv bor ekan-ya. Nima? Hali bunday suv oqib turar ekan-ku, Kavsar. Kavsar, ha. Hali suv ayashini oppo. Ko'rdik-aya, ko'rdim o'zim. Ulardan qochib kelib, qandaydir piyola desiz, piyola emas, idish desiz, idish emas. Ta'riflab berolmaysiz-da, idish
undan ko'ra anavi chiroyli bakallaysan uni yonida puxtada. Aytdi. Bunday oldimda bitta alaykum aytdi. Bilmayapman metal suv o'tib turganimni. Ichki ichib olganimda ya. Yana ichki yerga. Duo qiling. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, Allohim. Otam, onam, akam mani o'zing jannat ahllaridan qilgin. Jannatda Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bilan birga didorlashlikni o'zing nasib eting ya Rob. Dunyodagi barcha musulmonlarda o'zing jannat ahllaridan qilgin ya Rob. Tez kunlarda Qur'oningni yod olishlikni o'zing nasib etgin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.